Assalamu alaykum, kanalına yaxşımı? Mən bugün bu lazada qızılmışlarım. Şuna da dolma qılmaq üçün. Bununla aldı bilən mən 1,5 stakan, yəni bir su istakanına gürüşünü yuyup tayarlab aldım. Bunu döktüm. Onun üstüne mən bir dal piyaz, bir dal pomidor, bir dal qıldım pomidorunu. Mən bir dal pomidorunu to'g'rab oldim. Anadan keyin mən bir qoshiq pomidor ninki salchisi, yəni qiyamidan, bu sho'xli qiyami, pomidor qiyami dey Uyg'urcha. Pomidor qiyami qildim. Anadan keyin azroq maydonez to'g'rab oldim. Anadan keyin azroq mana quruq deymiz pinne, tuz, qarmoch, mana 3 qoshiq atrofida yağını qo'ydim. Muşularni hammasini yaxshi aralashtirdim. Mana men qiyamni tayyor qilib bo'ldim. Endi bir qachiga, bir qoshiq atrofida, ya'ni sho'xli qiyamni oldim. Bir qoshiq atrofida oldim. Buni 3 stakan atrofida, suv istakanda 3 stakan atrofida issiq suvda eritib olaman. Shuni bilan qilay. Shuni raus erishi lozim. Ben 2 stakan qildim. Ben erib bo'lgandan keyin yana 1 stakanni qo'shaman. Shu holatda. Raus eritib olamiz. Yana 1 stakan yana 1 stakan qo'shdim. Mana bu holatda raus bizning sosni raus eritamiz. Endi men bu tayyor qilib olgan qiymini shu qizilmishning ichiga to'shqizman. Bekdagidek emas, normal holatda to'shqizman qo'shiq yordamida. Mana men hammasining ichiga to'shqizib, qozonimga tizib oldim, quruq qozonga tizib oldim. Endi buning eg'izini men pomidorni to'g'rab, mushunoqda itaman eg'izini. Hammasining eg'izini shu holatda itib olaman. Pomidorni kesib shunday qilib oldim, shuni etdim. O'sha holatda. Mana ko'rdinglarmi? O'sha holatda etdim. Etgandan keyin oldi bilan eritib olgan sosni, ya'ni pomidorning qiyamini eritib olgan-ku, shuni to'kdim astag'ina. Bunu to'kdim. Endi men azroq yağ to'kdim. Buni endi men normal o'tda eg'izini etib pishiraman. Mana bizning dolmamiz pishyapti. Biz shu deymiz, guruchi pishgan vaqtda, guruchini yeb yiqibchu pishgan vaqtda alsak bo'ladi. Mana bu holatda mening dolmam, mislatdan ko'ramaganlar qachon dolmam qaynayapti. Guruchini yeb yiqib pishganda alsak bo'ladi. Mana mening dolmam hozir pishdi. Men buni taqsimga olaman. Mana bizning dolmalarimiz tayyor bo'ldi. Musholat qilsanglar bo'ladi inshaalloh. Shunchalik yaxshi pishdi. Puruqmi, hammizlik. Buni pomidorni o'g'lim ilib qoldi. Musholat qilsanglar bo'ldi.